Minecraft, lekin men judayam oson parkurdan o'taman. Absolute easy. Bir, ikki, uch. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Fayzi va bugun biz judayam ajoyib videolarimiz. Короче, mana bizni parkurimizda ko'rib turganingizdek judayam ajoyib yoki judayam katta. O'ta nimadir ko'rinyapti. Mayli, qizig'i yo'q. Qiziq, lekin muhim emas. Muhim lekin qiziq emas. Xullas boshlaymiz. 1 2 3 ketdi. Buni ko'rmadik deb hisoblaysizlar. No, mayli. Hech qisi yo'q. Birinchi urinishda kimga o'xshagan? Hech kimga o'xshamagan birovlar. Shuning uchun keyingi urinish oson parkur o'zi просто ataylab yiqilib beryapman-da sizlar. Picha. Anaqa o'yladi. Короче, absolut oson, absolut easy. Короче, ketdik bo'ldi. Birinchida to'g'ri endi ko'kiga ketdik. Bu nima bu? Короче, qanaqadir suvli joydan o'tishimiz kerak ekan. Suzib o'tishimiz kerakmi? Xullas. Voy. Necha sekin suzadi bu? Ko'pikchalar to'lib qoladi-yu bunaqada. Nu, mayli. Cho'kayotgan odam nima deyishini bilasizmi? Короче. Mayli. Okey, bo'ldi. Bunisidan o'tib oldik. Bunisi juda ham oson ekan, easy ekan aytdi. Endi eshiklarni to'g'rilab yurib chiqish kerak, lekin biz qoidalarga amal qilmaymiz. Shuning uchun bizga farqi yo'q. Bo'ychasiga, bo'y qo'liga yurib ketaveramiz. Shundan shu tarzda shunday qilib shundaysiga mana yetib keldik. Bo'ldi. O'tib oldik. Bemalol, oson. Aytyapman do'stlar, easy. Juda ham oson, juda ham takoy yo'qki. Nu, mayli. Endi davom etamiz. Уже sarg'iga yetib kelibmiz. Nima toshgacha gapiryapman. Короче, bitta qanaqadir manqala ko'rinyapti pastda. O, ko'ryapsizlarmi nima bu? Mayli, endi sekingina pastga tushib olamiz. Voy, sekingina, juda ham sekin. Takoy sekin. Boshim aynalib ketdi. Oba, bu yerda eshik bor ekan. Nu, eshik to'rtta tekniki bilan короче. Mana qo'yamiz, mana ochamiz, bo'ldi. Bu dunyo go'zallashib ketadi. Bu yerga endi qiziliga yetib kelibmiz. Qizili sal xavfliroq deb ko'rsatishmoqchi o'zlaricha bizga bu xavf cho'tmas. Hech narsa emas. O'tib ketaveramiz, bizga farqi yo'q. Chunki bu takoy детский parkur bo'lsa, do'stlar, sizlar bo'lsa nima qilishni o'zlaring yaxshi bilasizlar. Hop, bo'ldi. Biz qizil tugatdik, juda tez tugatib qo'ydikmi? Juda tez yetib kelib qoldik. Boshqatda sakrab o'tamiz, mana orqaga qaytamiz. Bu zerikdim men. Hop. O'zi buni ko'rmadik deb hisoblaymiz. Pam mandarinni po'chag'i Azizbeyni. Mayli. Cho'kayotgan odam nima deyishini bilasizmi? Bo'lyapmiz уже. Endi yana yashlayganlik mayli. Bu safar mayli sekin vaqt cho'zish uchun takoy eshiklarni to'g'rilab o'tamiz mayli do'stlar, sizlar uchun. Voy. Eshiklar. Juda bo'ldi. Juda xato qilyapman deb o'yladim, lekin это же я. Xo'sh. Nima deyotganimni o'zim tushunmayapman, mayli. Короче, e'tibor bermaysizlar. Ular eshiklar to'g'rilayapman, bo'ldi. Shuni bilaman xolos. Mana shu yo'ldan to'g'ri yurib, keyin bu yoqqa burilamiz. To'g'riroq mana eshiklarni bu yoqqa buramiz demoqchi edim. Короче. Mana narsani menga juda bu qiyshiq qo'lib qurgan. Короче, mayli. Qurganlarni qarg'amaymiz. Sarig'iga yetib keldik, уже bo'ldi. Bu yog'i juda ham oson bo'ladi, boya chunki eshikni ochib qo'yganman, cho'tchi qilib, chiroyli qilib. Так что без обид. Так что. Pamparam. Yana qizilligiga yetib keldik.
Xo'sh, endi bu safar tushib ketmaymiz bir marta ham, chunki biz ekspertmiz-ku. Voy, biz Короче, xo'sh, oxirgisi va bo'ldi. Yetib keldi. Endi bo'lsa tepaga chiqib o'zimizni ajoyib sovrinimizni olamiz. Sizlarga aytmadim, lekin u yerda sovrin bor. Qani, bir kuch ketdi. Va 1-2-3 bizni sovrinimiz plus bitta obunachi. Bo'ldi. Absolute way. Bu dunyo uchun juda ham qiyin. Mana tomonda turgan almazlar yoki oltinlarga umuman e'tibor bermaymiz. Chunki bular unchalik muhim emas. Eng asosiysi bitta plus bitta obunachi, ya'ni bu siz. O'sha siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun obunani bosib qo'ying, zerikib qolsangiz like ham bosib qo'ying. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr, emas ko'rishguncha deb qolaman. Va hazillashdim, hali video tugamadi. Video tugashiga hali xo'sh, hali yana 30 sekundmi bor. Nu, nima bo'lganda ham, qachon bo'lganda ham, qayerda bo'lganda ham men yo'q bo'laman. Shuning uchun Короче, hammaga xayr emas, ko'rishguncha emas, bo'pti emas. Videomiz tugadi deb hisoblaymiz, deb hisoblaysiz, deb hisoblayman. Nu, mayli. Nima bo'lganda ham obuna bo'ling. Hammaga xayr.